Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizni moliyaviy kelajagingizga bevosita ta'sir qiladigan, hatto hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan juda muhim ma'lumot bilan bo'lishmoqchiman. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya yoshida bo'lsangiz yoki yaqin orada pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun nihoyatda qimmatli bo'ladi. Men hozir aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shunchaki navbatdagi yangilik emas, balki aynan sizning pensiya miqdoringizni sezilarli darajada oshirishi mumkin bo'lgan real imkoniyat haqida. Bu shunchaki oshish emas, balki ba'zilar uchun chinakamiga pensiya jackpot bo'lishi kutilmoqda. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va hozirning o'zida kanalimga obuna bo'lishni hamda ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumot hammaga yetib borishi juda muhim. Muammoning mohiyati shundaki, so'nggi yillarda pensiya tizimida ko'plab o'zgarishlar amalga oshirildi. Ilgari pensiya hisoblashning ma'lum bir standart formulasi mavjud edi. Bu formula ko'pincha ish staji va o'rtacha ish haqini hisobga olardi. Ammo ba'zi murakkab omillar, masalan, ish haqi o'zgarishlarining har xil davrlardagi qiymati, inflyatsiya ta'siri yoki ayrim kasb egalarining o'ziga xos mehnat sharoitlari yetarlicha inobatga olinmasdi. Oddiy qilib aytganda, pensiya miqdori ko'pincha shunchaki ma'lum bir miqdorda indeksatsiya qilinardi. Ya'ni inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirilardi. Ammo bu oshirishlar har doim ham pensiya oluvchilarning xarid qobiliyatini to'liq saqlab qola olmasdi va ba'zi pensionerlar o'zlarining uzoq yillik mehnati uchun yetarli darajada rag'batlantirilmayotgandek his qilishardi. Bu ayniqsa uzoq yillar og'ir sharoitlarda ishlagan yoki bilim sohasida katta hissa qo'shgan mutaxassislar uchun juda nohaqdek tuyulardi. Ular o'zlarining umrini biror bir sohaga bag'ishlab, jamiyat rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lsa-da, pensiyaga chiqqandan keyin hayot sifati sezilarli darajada tushib ketishini ko'rishardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Mamlakatimiz rahbariyati va tegishli vazirliklar tomonidan uzoq vaqt davomida tahlil qilingan ma'lumotlar asosida, ayniqsa 2026 yil may oyidan boshlab pensiya tizimida muhim bir o'zgarish kuchga kiradi. Bu o'zgarish shuni anglatadiki, ayrim toifadagi fuqarolar uchun pensiyalarni qayta hisoblash mexanizmi joriy etiladi. Bu shunchaki navbatdagi indeksatsiya emas, balki chuqur tahlil va adolat tamoyili asosida amalga oshiriladigan qayta hisoblashdir. Bu jarayon oldingi yillarda to'plangan ish stajini va shu davrda olingan ish haqini hozirgi zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga moslab yangi koeffitsiyentlar bilan qayta baholashni nazarda tutadi. Ma'lumki, oldinlari pensiya hisoblashda ba'zi yillar uchun ish haqi ma'lumotlari to'liq bo'lmasligi yoki ularning inflyatsiya ta'siri yetarli darajada inobatga olinmasligi mumkin edi. Yangi tizim esa aynan mana shu kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan bo'lib, o'tmishdagi mehnatni hozirgi qiymatda to'liqroq aks ettirishga intiladi. Natijada ushbu qayta hisoblash tufayli belgilangan mezonlarga javob beruvchi pensionerlar nafaqat standart indeksatsiyani, balki sezilarli darajada qo'shimcha oshishni ham olishadi. Ba'zilar uchun bu oshirish miqdori har yili beriladigan oddiy oshirishdan 2 barobar ko'p bo'lishi kutilmoqda. Boshqacha qilib aytganda, ular 2 barobar oshirishga ega bo'lishadi. Bu esa ularning har oylik daromadlarini sezilarli darajada yaxshilaydi va hayot sifatini oshiradi. Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz. Kimga bu pensiya jackpoti nasib qiladi va kim tashvishlanishi shart emas. Ushbu noyob qayta hisoblash asosan uzoq yillik mehnat stajiga ega bo'lgan, ayniqsa ma'lum bir kritik sohalarda ishlagan pensionerlarga qaratilgan. Bu yerda bir nechta asosiy mezonlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Birinchi navbatda, uzoq muddatli, ya'ni 35 yildan ortiq ish stajiga ega bo'lgan fuqarolar diqqat markazida. Ayniqsa agar ularning staji og'ir yoki zararli mehnat sharoitlarida o'tgan bo'lsa, masalan, tokkon sanoatida, kimyo zavodlarida, metallurgiyada yoki boshqa shu kabi sohalarda ishlaganlar. Bu sohalardagi ishlar inson salomatligi va resurslariga juda katta talablar qo'yadi va ilgari bu talablar pensiya hisoblarida to'liq aks ettirilmagan bo'lishi mumkin. Keling, real hayotiy misollarga murojaat qilamiz. Tasavvur qiling, Toshkent viloyatidan 7000 yoshli Ahmad aka, u umrining yerdagi yilini Angren ko'mir konida ekskavator haydovchisi sifatida o'tkazgan. Uning mehnat daftarchasida barcha yillar aniq ko'rsatilgan. U 2010 yilda pensiyaga chiqqanida uning o'rtacha ish haqi va staji hisobga olinib, ma'lum bir pensiya miqdori belgilangan edi. Har yil pensiyasi inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshib borgan. Biroq
yangi qonunchilikka ko'ra og'ir mehnat sharoitlari va uzoq staj uchun yangi yanada yuqori koeffitsiyentlar qo'llaniladi. Agar Ahmad akaning hozirgi pensiyasi deylik 1 million 200 ming so'm bo'lsa, yangi qayta hisoblash natijasida bu miqdor masalan 1 million 700 ming so'mgacha o'sishi mumkin. Bu shunchaki yillik umdiy 2000 yillik standart o'sish emas. Balki bir yo'la 500 ming so'm, ya'ni qariyb dardarim mavziga qo'shimcha o'sish demakdir. Bu uning kutilgan yillik o'sishini 2 barobardan ham ko'proq oshirib yuboradi. Ikkinchi toifa bu pedagoglar. Shifokorlar va madaniyat xodimlari kabi byudjet tashkilotlarida uzoq yillar xizmat qilgan mutaxassislar. Ular ham jamiyat uchun nihoyatda muhim. Lekin ularning ish haqlari tarixan boshqa sohalarga nisbatan pastroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Natijada pensiyalar ham shunga yarasha nisbatan kamroq chiqqan. Yangi mexanizm ularning ushbu xizmatlarni qayta baholashga qaratilgan. Masalan, Farg'onadan 68 yoshli muallima Saida opa. U 38 yil davomida qishloq maktabida boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlagan. Uning maoshlari doim davlat budjeti hisobidan belgilangan standartlarda bo'lgan. Pensiyaga 2012 yilda chiqqan va hozirda 1 million 1 ming so'm pensiya oladi. Yangi qayta hisoblashda uning ish haqi koeffitsiyentlari ayniqsa 2000 yilgacha bo'lgan davr uchun yangi baho mezonlari asosida sezilarli darajada ko'tariladi. Natijada Saida opaning pensiyasi aytaylik 1 million 720 ming so'mga yetishi mumkin. Bu ham kutilgan oddiy yillik o'sishdan ancha yuqori va uning oylik daromadiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Uchinchi muhim toifa bu 2005 yilgacha pensiyaga chiqqan va pensiyasi eski tizim bo'yicha hisoblangan fuqarolar. Aynan ularning pensiyalarida hozirgi zamon talablariga mos kelmaydigan hisoblash xatolari yoki eskirgan me'yorlar ko'p uchraydi. Bu davrda ish haqi ma'lumotlarini to'plash usullari hozirgidek raqamlashtirilmagan edi va ko'plab ma'lumotlar qog'oz shaklida saqlangan. Bu esa hisoblash jarayonida ba'zi nuanslarning e'tibordan chetda qolishiga sabab bo'lgan. Qarshi shahridan 75 yoshli Ustaxon Po'lat aka bunga yorqin misol bo'la oladi. U 1998 yilda pensiyaga chiqqan va uning 37 yillik ish staji bor. Uning ishi davrida ish haqi miqdorlari tez-tez o'zgarib turgan. Ammo pensiya hisoblashda eng qulay davr, masalan, so'nggi 5 yil olingan bo'lishi mumkin. Hozir u 9,5 ming so'm pensiya oladi. Yangi qonun bo'yicha uning butun ish staji davomidagi ish haqi, shu jumladan sobiq ittifoq davridagi ish haqlari ham hozirgi qiymatlarga indeksatsiya qilinib qayta hisoblanadi. Bu Po'lat akaning pensiyasini 1 million 400 ming so'mga olib chiqishi mumkin. Bu esa deyarli e'tibonga oshish demakdir. Bunday oshirish uning pensiya miqdorini har qanday standart indeksatsiyadan ancha yuqori darajaga olib chiqadi va uning moddiy ahvolini keskin yaxshilaydi. Kim tashvishlanishi shart emas. Asosan yaqin yillarda pensiyaga chiqqan yoki pensiya miqdori allaqachon yuqori bo'lgan fuqarolar ushbu maxsus qayta hisoblashdan unchalik katta foyda ko'rmasligi mumkin. Chunki ularning pensiyalari nisbatan yangi qoidalar asosida hisoblangan va ulardagi ehtimoliy xatolar soni kamroq bo'ladi. Ammo shuni ham esdan chiqarmaslik kerakki, standart yillik indeksatsiya baribir barcha pensionerlar uchun saqlanib qoladi. Shunday ekan, pensiyasi nisbatan yangi bo'lganlar ham, ba'zi ijtimoiy imtiyozlarga ega bo'lganlar ham doimiy ravishda pensiya oshirishlardan bahramand bo'ladilar. Shuningdek, agar sizning mehnat stajingiz juda qisqa bo'lsa yoki siz ijtimoiy nafaqalarni olsangiz, masalan, nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, ushbu 2 barobar oshirish mexanizmi sizga to'g'ri ta'sir qilmasligi mumkin. Chunki u asosan mehnat pensiyalarini qayta hisoblashga qaratilgan, lekin albatta har qanday qoida va tizimda istisnolar, chuqur tushunishni talab qiladigan jihatlar va kutilmagan to'siqlar bo'lishi mumkin. Bu pensiya jakpoti tizimida ham ba'zi noaniq nuanslar va tuzoqlar mavjudki, ularni bilish sizni yo'qotishlardan asraydi. Birinchidan, ish stajini tasdiqlash bilan bog'liq muammolar. Ba'zi fuqarolarning mehnat daftarchalarida ma'lumotlar to'liq bo'lmasligi, ish joyi nomi xato yozilgan bo'lishi yoki muhri aniq bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa, korxonalar tugatilib ketgan bo'lsa yoki arxiv hujjatlari yo'qolib qolgan bo'lsa, bu holat juda ko'p uchraydi. Bunday vaziyatda sizning ish stajingizni tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Bularga ish joyidan olingan ma'lumotnomalar, buyruqlar nusxalari, shuningdek ish haqi to'g'risidagi arxiv ma'lumotnomalari kiradi. Agar bularning hammasi bo'lmasa,
hatto sud orqali ish stajini tasdiqlashga to'g'ri kelishi mumkin. Bu jarayon vaqt talab qiladi va uni oldindan hal qilib qo'yish juda muhim. Agar sizning mehnat daftarchangizda bo'shliqlar yoki xato yozuvlar bo'lsa, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, qanday hujjatlar kerakligini aniqlang va ularni to'plashga kirishing. Kechiktirish bu chaqpotni boy berishingizga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, ish haqi ma'lumotlari bilan bog'liq nuanslar. Pensiya qayta hisoblanayotganda ish haqi ma'lumotlari katta rol o'ynaydi. Ba'zi fuqarolarning ish haqi ma'lumotnomalari yo'q bo'lishi mumkin. Ayniqsa 1990 yillardan oldingi davrga oid hujjatlar. Agar arxivlarda ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar topilmasa, pensiya jamg'armasi sizning mehnat stajingizga mos ravishda o'rtacha ish haqi koeffitsiyentlarini qo'llashi mumkin. Lekin bu har doim ham siz uchun eng foydali variant bo'lmasligi mumkin. Chunki sizning haqiqiy ish haqingiz o'rtacha ko'rsatkichdan ancha yuqori bo'lgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun imkon qadar ko'proq ish haqi to'g'risidagi asl ma'lumotnomalarni topishga harakat qiling. Masalan, sizning ish haqingiz bank hisob varaqlariga tushgan bo'lsa, bankdan ma'lumot olish mumkin yoki eski kasaba uyushmasi hujjatlari orqali ham ma'lumot topish imkoniyati mavjud. Har bir hujjat parchasi pensiyangizni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Uchinchidan, ayrim imtiyozli staj turlari. Ba'zi kasblar, masalan, harbiy xizmatchilar, ichki ishlar xodimlari yoki qishloq xo'jaligining ayrim tarmoqlarida ishlaganlar uchun ish stajini hisoblashda o'ziga xos imtiyozlar mavjud. Masalan, 1 yil staj 1,5 yoki hatto 2 yil sifatida hisoblanishi mumkin. Bu yangi qayta hisoblash mexanizmida ham hisobga olinadi. Agar siz ana shunday imtiyozli stajga ega bo'lsangiz, buni pensiya jamg'armasiga alohida ta'kidlashingiz va tegishli hujjatlarni, masalan, harbiy bilet, maxsus kasb guvohnomasi taqdim etishingiz shart. Bu sizning umumiy ish stajingizni sezilarli darajada oshirib, yakuniy pensiya miqdoringizga katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'plab odamlar ushbu imtiyozlar haqida bilmaydi yoki ularni noto'g'ri hisoblashadi. Natijada pensiya miqdorida sezilarli yo'qotishlarga duch kelishadi. To'rtinchidan, xorijda ishlagan stajni tan olish masalasi. Agar sizning ish stajingizning bir qismi xorijiy davlatda olingan bo'lsa, bu stajni tan olish masalasi murakkab bo'lishi mumkin. Odatda O'zbekistonning boshqa davlatlar bilan pensiya masalasida tuzgan shartnomalari mavjud bo'lsa, bu staj tan olinadi. Ammo bu shartnomalar hamma davlatlar bilan ham mavjud emas. Agar siz Rossiya, Qozog'iston, Belorussiya kabi davlatlarda ishlagan bo'lsangiz, stajni tan olish nisbatan osonroq bo'ladi. Ammo boshqa davlatlarda ishlagan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi bilan maslahatlashib, qanday hujjatlar talab qilinishini va qanday tartibda amalga oshirilishini aniqlab olishingiz shart. Bu jarayon ham bir qancha vaqt talab qilishi mumkin. Bu juda muhim. Chunki xorijiy staj ham umumiy stajingizga qo'shilib, jackpot miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. 5-dan, turli xil nafaqalar va imtiyozlar. Pensiya oluvchilar orasida nogironligi borlar, boquvchisini yo'qotgan oilalar a'zolari yoki boshqa ijtimoiy imtiyozlarga ega bo'lganlar ham bor. Ularning pensiyalari ham qayta hisoblanishi mumkin. Ammo ularga qo'llaniladigan mexanizmlar biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar siz shunday toifaga kiradigan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasidan aynan sizning holatingiz bo'yicha batafsil ma'lumot olishingiz lozim. Ijtimoiy himoya tizimi o'zgarishlari pensiya tizimidagi o'zgarishlar bilan birgalikda ko'rib chiqilishi kerak. Oldindan bilmaslik yoki befarqlik sizni bu imkoniyatdan mahrum qilishi mumkin. Shuning uchun bu kabi murakkab masalalarni tushunish va tegishli choralar ko'rish juda zarur. Xulosa qilib aytganda, istisnolar va noaniq nuanslar juda ko'p bo'lishi mumkin. Ammo ularni bilish va to'g'ri harakat qilish sizga bu pensiya jackpot aydan maksimal darajada foyda olishga yordam beradi. Endi esa eng muhim savolga javob beramiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlarni bajarishingiz lozim? Men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, barcha hujjatlaringizni to'plang va tartibga keltiring. Bu sizning eng asosiy vazifangiz. Eng birinchi navbatda mehnat daftarchangizni tekshirib chiqing. Undagi barcha yozuvlar aniq, tushunarli va tegishli muhrlar bilan tasdiqlanganmi? Agar ba'zi yozuvlar o'chib ketgan bo'lsa, tushunarsiz bo'lsa yoki umuman bo'shliqlar mavjud bo'lsa, darhol shu bo'yicha choralar ko'rishingiz kerak. Ikkinchidan, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalaringizni toping. Agar sizda bunday ma'lumotnomalar saqlanib qolgan bo'lsa, ularni pensiya jamg'armasiga taqdim etishingiz pensiyangizni hisoblashda
juda katta ahamiyatga ega. Agar yo'q bo'lsa, ish joyingizdan, agar mavjud bo'lsa, yoki tegishli arxivlardan, masalan, davlat arxivlari, vazirlik arxivlari so'rovnoma orqali olishga harakat qiling. Uchinchidan, tug'ilganlik haqidagi guvohnomangiz, pasportingiz va agar mavjud bo'lsa, nikoh guvohnomangizni ham tekshiring. Ba'zi holatlarda, masalan, boqchisini yo'qotganlik nafaqasini qayta hisoblashda oila a'zolari haqidagi ma'lumotlar ham muhim rol o'ynaydi. To'rtinchidan, agar sizda har qanday imtiyozli stajga, masalan, harbiy xizmat, og'ir sharoitdagi mehnat ega ekanligingizni tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, ularni ham alohida tayyorlab qo'ying. Bular harbiy bilet, maxsus guvohnomalar yoki boshqa shu kabi rasmiy hujjatlar bo'lishi mumkin. Hujjatlaringizni to'liq va tartibli holda to'plash kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini oladi va pensiya qayta hisoblash jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. 2026 yil may oyiga yaqinlashar ekanmiz. Siz pensiya jamg'armasining o'zingiz yashaydigan joydagi bo'limiga shaxsan borishingiz yoki ularning rasmiy veb sayti orqali elektron tarzda murojaat qilishingiz mumkin. Murojaat qilganingizda pensiyamni qayta hisoblash bo'yicha yangi qonunchilik asosida maslahat olishni xohlayman degan aniq savol bilan chiqing. Ularga barcha to'plagan hujjatlaringizni taqdim eting. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizning holatingizni ko'rib chiqib, sizga ushbu 2 barobar oshirish mexanizmi doirasida qanday imkoniyatlaringiz borligini batafsil tushuntirib berishlari kerak. Ayniqsa, qaysi yillar uchun ish haqi ma'lumotlari yetishmayotgani yoki qanday qo'shimcha hujjatlar talab qilinishini aniq bilib oling. Agar ular sizga darhol javob bera olmasalar, o'zingizning so'rovingizni yozma ravishda ro'yxatdan o'tkazing va uning ro'yxatdan o'tgan raqamini saqlab qo'ying. Bu keyinchalik masalani kuzatib borishda yordam beradi. Uchinchi qadam, professional maslahat oling. Agar sizda hujjatlarni to'plashda qiyinchiliklar yuzaga kelsa yoki pensiya jamg'armasining javoblari sizni qoniqtirmasa, advokat yoki pensiya huquqi bo'yicha ixtisoslashgan mutaxassisdan yuridik maslahat olishingizni tavsiya qilaman. Ba'zida murakkab holatlarda yuridik yordam sizga haqligingizni isbotlash va pensiyangizni to'g'ri hisoblab chiqishda juda katta yordam berishi mumkin. Mutaxassis sizning ishingizni chuqur o'rganib chiqib, qanday qadamlar qo'yish kerakligini, qaysi hujjatlar yanada muhimroq ekanligini va qanday qilib eng yaxshi natijaga erishish mumkinligini aytib beradi. Bu investitsiya o'zini oqlashi mumkin. Chunki uzoq muddatda sizning pensiyangiz sezilarli darajada o'sishi sizga qo'shimcha mablag'ni qaytaradi. 4-qadam, jarayonni kuzatib boring. Pensiya qayta hisoblash jarayoni bir zumda amalga oshirilmasligi mumkin. Siz o'z murojaatingizning holatini muntazam ravishda pensiya jamg'armasidan surishtirib turing. Agar biron bir kechikish yoki tushunmovchilik yuzaga kelsa, sabablarini aniqlab tegishli choralar ko'ring. Ba'zida oddiy eslatma yoki qo'shimcha so'rovnoma ham jarayonni tezlashtirishga yordam beradi. 5-qadam, boshqa pensionerlar bilan tajriba almashing. Ba'zida o'xshash muammolarga duch kelgan boshqa fuqarolarning tajribalari sizga foydali bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlar, mahalliy jamoalar orqali ma'lumot almashing. Lekin har doim rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga ustunlik bering va shubhali takliflardan ehtiyot bo'ling. Aziz do'stlar, bugun siz bilan 2026 yil may oyida pensiya tizimida kutilayotgan ulkan o'zgarishlar haqida batafsil gaplashdik. Bu shunchaki kichik bir o'zgarish emas, balki ko'plab pensionerlar uchun chinakam pensiya jackpot bo'lishi mumkin bo'lgan imkoniyatdir. Agar siz uzoq yillar davomida mehnat qilib jamiyatga o'z hissangizni qo'shgan bo'lsangiz, demak siz bu qo'shimcha rag'batga loyiqsiz. Endi esa harakat qilish vaqti keldi. Hujjatlaringizni tartibga keltiring, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va o'z huquqlaringizni talab qiling. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Mening ushbu ma'lumotlarim sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Iltimos, ushbu video haqidagi o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz qanday toifadagi pensionersiz? Sizda qanday savollar bor? Ularga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Chunki men kelajakda ham sizning moliyaviy ahvolingizni yaxshilashga yordam beradigan eng muhim va dolzarb ma'lumotlar bilan bo'lishda davom etaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.